Umra ziyoratiga borgan inson uchun avvalambor uning sifati muhimmi yoki uning narxi? Hikmat Travel'dan Surxondaryo vohasi uchun ajoyib tuhfa. 29-iyul sanasida to'g'ridan-to'g'ri parvoz uyushtiriladi. Ya'ni Termizdan Madinaga qarab parvoz qilinadi. Makka shahrining Ajiyat ko'chasida, ya'ni Soat binosini yon tomonidagi Navazi Towers mehmonxonasida ibodatga qiynalmasdan xohlasangiz piyoda borasiz. Masofasi haramgacha atigi 700 metrni tashkil qiladi. Ota-onangiz va yaqinlaringizni safarini tavakkalga topshirmang. Ularning ibodatlarini sifat bilan rejalashtiring. 29-iyul sanalariga qabullarimiz davom etmoqda. Hoziroq pastdagi havola orqali bizning raqamlarimizga aloqaga chiqing. Shaxsan sizni qiziqtirgan savollarning barchasiga o'zim javob beraman.